Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia skolozlari. Sizlar bilan yana Farmonov Olmosbek. Video yoqadigan bo'lsa like va podpisatsiya tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Chunki bizlar Pavlonia sohasida bir yangilikka qo'l urdik, ya'niki Pavlonia nihollarimizni xaltalarga ekib sinab ko'rmoqdamiz. Ya'niki xudo xohlasa 10 ta shantong, 10 ta M1 nomini ekib sinovdan o'tkazamiz mana shu yil. Yani ki tuproq tarkibini aytib o'tib ketaman. Go'ng, oddiy chirgan go'ng va 1 kilo biogomosga ekilgan Pavlonia nihollarimiz. Aytganimdek 10 ta shantong, 10 ta M1 nihollarni o'tkazganmiz. Xudo xohlasa ko'ramiz rezultatlar qanday bo'ladi. Ya'ni ki yil davomida mana shu may oyidan boshlab, ya'ni ki aprel oyidan boshlab to sentyabrning oxiri, oktyabrning oxirigacha mana shu xaltalardagi Pavlonia nihollarini kuzatib boramiz. Ya'ni ki albatta agrotexnikasini o'rgatib boramiz. Buning uchun kanalimizga podpisatsiya va like tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Aytganimdek bularga biogomos va go'ng aralashtirgan. Hozir bunga ekish jarayonini ko'rsatib o'tib ketyapmiz va albatta suv quyiladi, ya'ni ki ekib bo'lganimizdan keyin. Kanalimizga like va podpisatsiya tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Bu Pavlonia borasida juda yangi yangilik bo'ldi.